Ko'hna tariximiz namunasi bo'lgan Axsikent bugungi kunda yangi qiyofa kasb etmoqda. Arxeologik obidani turizm klasteriga aylantirish maqsadida davlatimiz tomonidan 40 million dollar ajratilib, hozirda milliy va zamonaviylikni uyg'unlashtirgan 10 dan ortiq maskanlar qad rostlayapti. Bunyodkorliklar tugallangach yiliga 1 millionga yaqin sayyohga xizmat ko'rsatish imkoni yaratiladi. Mavzu hozirgi reportajimizda davom ettiriladi. 3000 yillik tarixga ega Axsikent ayni kunlarda chin ma'noda turizm klasteriga aylanmoqda. Buni bunyodkorliklar keng quloch yoyayotgan manzilda ham yaqqol ko'rishimiz mumkin. Ayni kunlarda mana ko'rib turganingizdek, eksponatlar muzeyi, qariyb 1 kilometrni tashkil etuvchi ramziy darvoza va qolaversa ochiq osmon ostidagi yana bir muzey qad rostladi. So'nggi pardozlash ishlari olib borilyapti. Biz turgan ushbu joy ham aynan o'sha davrni namoyon etadi, ya'ni antik maydoncha. Bundan tashqari Umarshayx Mirzo davridagi kabutarxonani ham bunyod etish ishlari jadal davom etmoqda. 130 gektardan ortiq maydonni egallagan va o'zbek xalqining boy tarixiy ifodasi Axsikent ayni kunlarda ulkan bunyodkorlik og'ushida. Prezidentimiz tashabbusi bilan ko'hna kent zamonaviylik kasb etyapti. Ya'ni ochiq osmon ostidagi muzeylar tarmog'ining 4 tasi o'ziga xos me'moriy yechimlar asosida qad rostlamoqda. Eksponatlar muzeyining qurilish ishlari yakunlanib, yaqin kunlarda bu yerga Axsikent qo'rg'onidan topilgan 10 mingdan ortiq nodir artefaktlar joylashtiriladi. Yana bir ahamiyatli tomoni, muzey 2 qavatdan iborat bo'lib, yerto'la qismida laboratoriya tashkil etiladi va u yerda yangi topilmalarga qayta ishlov beriladi. Eksponatlarning muzeyini qiyofasi me'moriy yechim juda ajoyib, chunki chig'anoqqa o'xshaydi. Bunda sayyoh kiradida tarixiy chekirib ketadi. Mana shu konsepsiyaning asosiy mohiyati shunda. 10 mingdan ortiq eksponatimizni qo'yamiz. Bu yerda mana shu qariyb 50 yildan beri bu yerda juda katta qazima ishlari bo'lyapti. Bizda shamshirlar, katta sopol buyumlar, shisha sozlik namunalari, umuman noyob artefaktlarimiz barchasi tangalar bu yerga qo'yiladi. Mana shu bo'yicha hozir biz muzey restorator dizaynerlar bilan ishlayapmiz. Chunki bu jahon standartida bo'lish kerak, chunki qurilish mana shunga yarasha ketyapti. Qurilishi hajmi shunga yarasha. Deyarli dunyoning hech qayerida bunaqa katta miqyosda muzey kompleksi qurilmayapti-da. Qariyb 40 million dollar loyiha muhtaram prezidentimizning tarixga, ajdodlarimizni zakosiga bo'lgan hurmatlarini bir namunasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Qadim Axsikent mustahkam mudofaa devorlari bilan mashhur bo'lgan. Shu uchun o'sha davrni eslatuvchi 1 kilometr uzunlikda va 10 metr balandlikda mudofaa devorining birinchi bosqichi, mahobatli darvoza va minoralar ham bunyod etilmoqda. Shuningdek, kichik amfiteatr, antik maydon, Umarshayx Mirzoning kabutarxonasi andozasi asosida 10 metr balandlikdagi kabutarxona qurilishi jadallik bilan olib borilyapti. Antik maydondagi qadimiy g'ishtlarni ko'rgan sayyohlar shubhasiz tarix bilan yuzlashadi. Qariyb 1 kilometr uzunlikda mudofaa devori tiklandi. Ramziy darvoza qurib bitkazildi. 4 burchak kvadrat uslubida qurilyapti, chunki 8-9 asrgacha to bu yerga o'sha islom me'morchiligi kirib kelgunga qadar bu yerdagi me'moriy uslub o'zgacha bo'lgan va ana shu o'zgacha uslub tiklandi. Bu ham sayyohlarni bir o'ziga xos jalb etyapti. Hozir kim mana shu Axsikent yo'lidan o'tadigan bo'lsa, albatta to'xtab o'tyapti. Kechaning o'zida bir 7 ta mamlakatdan sayyohlar keldi. Mahalliy sayyohlarni, xorijiy sayyohlarni qiziqtirishda davom etyapti. Bunyodkorliklar sirasida 19-qazuv obyektidagi ochiq osmon ostidagi muzeyning alohida o'rni bor. Tamomila yangicha ko'rinishda barpo etilib, uning bag'rida 3000 yillik boy tariximiz jo bo'lgan. Turkiya arxitektorlar tomonidan Italiya uslubida mana shu muzey barpo etildi. Miloddan avvalgi 3-asrdan milodiy o'sha o'rta asrlargacha bo'lgan mudofaa devorlarining o'rni saqlangan. Agar e'tibor bersangiz, hozir mudofaa devorlarida o'sha davrdagi qilingan xom g'ishtlardan bo'lgan devori o'rni saqlangan. Mana hozir arxeolog tomonidan ochib qo'yildi. 20 metr, o'zini davrida 25 metr atrofida bo'lgan. Uni tepalarida o'sha askarlar turadigan kazarmalar qilingan. Devori orasida, ya'ni yer ostida o'sha 10-asrda qilingan yer osti suv tizimi turibdi. Sayyohlar uchun yangi lokatsiya sanalgan Axsikent Namanganning yuksalib borayotgan turistik salohiyati namunasi. Yaqin vaqt oralig'ida ushbu turizm klasterida qadim tariximizning yangicha qiyofasini ko'rish imkoni yaratiladi.